Voy, muncha dешевый. Sumkangda nima bor? Kel, birga sortirovka qilamiz. Mayli. Keraksizlarini o'rniga keraklilarini almashtiramiz. Suxoy pudra va tonalini o'rniga kundalik hayotga qo'shon ishlatsang yaxshiroq. Bir vaqtning o'zida yuzingni ham namlantirib, ham tekis yig'ilib qolmasligini sizga yordam beradi. Serios. Da, shunaqa. Ko'p bunaqa pomadalardan ko'ra tent olib yursang qulayroq, chunki ovqat yegan payting ham, suv ichgan payting ham umuman ketmaydi. Вообще zo'r kuni bilan turadi. Shuncha narsalarning o'rniga undan tashqari yana sprey qo'shsang bo'ladi, chunki bahorda yuz kuni bilan qurigan vaqtda shundoq sepsang yuzingiz shunaqangi maza qilasiz, svejiy bo'lib qoladi. Bu ikkalasi nima? Bu yangigan narsalar emas, bular kollagenlar. Doim Kadistan sumkasida ko'rasam yeb yurishadi-ku. Xuddi shunaqa foydali kollagenlar. Bular maza qilib yeysan, sog'lig'ing uchun ham, go'zalliging uchun ham yordam beradi. To'g'ri. Da, shunaqa. Ko'rdingmi, sumkangda shuncha keraksiz narsa olib yurar ekansan. Ha. Sizning sumkangizda-chi? Nimalar bor? Javoblaringizni kommentariyada kutaman.